Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, biz bugun Xayros kartalardan bittasini ochamiz. Nimaga bittasini desanglar, video davomida tushunib olasizlar. Xo'p, akkauntga kirib oldik mana do'stlar, ko'ryapsizlar, Sabita kelibdi. Ustuni tashalgan. Xo'p, do'stlar, bu bir obunachimizning akkaunti. Bu akkaunt Vyetnamlarga berib, olmoslarni yig'ilgan. Xo'p, do'stlar, oldin yashil o'yinchilarni zaminga qo'yib olamiz. Hariken Mbappeni. Menda ikkita bo'lgani uchun bo'ldi do'stlar. Pedrini qayerga joylashtirasan ekan? Shu yergami yo? Kundaning o'rniga joylashtirgan yaxshi do'stlar. Tuz olsak. Do'ndiroma turavergani yaxshi. Xo'p, endi Yamal qani endi? Yamalni qo'yamiz endi bu yerga. Xo'p, endi Ronaldo bilan Messini joylashtirib olgan yaxshi endi. Messini bu yerga, Ronaldoni bu yerga qo'yamiz. Endi yaxshi bo'ldi. Xo'p. Endi Xayroslardan Ronaldoni tushiramiz. Messini bu yerga Yamal o'rniga joylashtiramiz. De Bruyne'ni joylashtiramiz kundaning o'rniga. Hop, endi Perisic yo Vitinha qo'yganimiz yaxshi. Mendeshni qo'yamiz endi bu yerga. Hop, endi esa Perisicni chap qanotga joylashtiramiz. Bu yerdan Walkerni o'ng qanotga qo'yamiz. Gvardiolni himoyaga qo'yamiz do'stlar. Hop, endi esa kimni qo'ysak ekan do'stlar? Akkauntni ko'rib turibsizlar, cho'tka akkaunt do'stlar. Wow degan akkaunt. Qizillardan 40 tasi olingan akkaunt do'stlar. Hop. Kim uchiramiz? Atas qo'yamiz. Hop. Depalni qo'ysak mana Depalni qo'yamiz. Xo'sh, endi Canavarani qo'yamiz. Desali bor ekan adashmasam. Desalini joylashtiramiz do'stlar. Endi-chi yoki o'zi yaxshi do'stlar. Hop, endi esa do'stlar ko'rib turibsizlar 100%. Gapni cho'zmayman. Undan ko'ra agent ochishga o'tamiz do'stlar. Hop, akkaunt ko'rdinglar. Klanlari ham bor. Bu klanlarniki do'stlar. Hop, endi esa agent ochishga tayyorlanamizda. Liftasi olingan do'stlar, ko'ryapsizlar. Bosamiz do'stlar mana. Xo'sh, kim? James Rodriguez. Bu aynan bizga kerakli bo'lgan o'yinchi do'stlar. Omonatchimiz xursand bo'ladigan bo'ldi. Hop. Ko'ryapsizlar do'stlar. 2014-yil big formadagi payti do'stlar. Driblinglarini ham ko'ryapsizlar. Ko'ryapsiz do'stlar. O'yinchi o'ta ideal. Ball kontroli ham 92 do'stlar. Qo'nishlari ham o'ta ajoyib. Realistik. 85 kartaga loyiq ko'rilgan o'yinchi. Foizi ham o'ta pastlab ketibdi do'stlar. Endi Jamesni Depalni o'rniga joylashtiramiz. Bu akkauntni do'stlar prosta ko'rish kerak. Akkaunt cho'tki do'stlar. Bu akkauntda endi qanday qilib tang olmasak qandaysanglar, buni Vyetnam orqali yig'dirilgan do'stlar. Endi Vyetnamni qayerdan narsa qilamiz desanglar, meni Telegram kanalim bor. O'sha yerdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Screenshot oldik mana. Xo'p. Shu bilan bo'ldi do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.